o'ylab kelayotganimga xili bo'ldi. Uyg'ur yeziq asosida bir xil qog'onimning demakchi bo'lganlari Uyg'ur yezig'i bilan Mo'ng'ul tilini shifoligi bo'ladigan yezig'ni ijod qilishqu deydi. To'g'ri. Shuni demoqchi edim. Mo'ng'ul xonligimi hozir cho'ng xonlik bo'lib qolgan tursa, o'zimizning yezig'i bo'lmasa qamlishamdi. Lashkariy farmon yasoqlarni tushirish, qo'shni ellar bilan bo'lgan aloqa ishlarida ishorat ham yip tugunchaklash bilan ish oqtirg'ili bo'lmas. Qog'onim, maqsadlarini tushundim. Yaqindan beri men shu ishni o'ylayapman. Mo'ng'ullar hozirgi she'riy tilda ma'mur buyruq, lashkariy farmon yasoqlarni tushirsa yoki aloqalashib bo'lmaydi. To'g'ri. Ulug' Sun elining Sun yezig'i, Oltin xonligining Jirjit yezig'i, Tang'utlarning Tang'ut yezig'i, hatto nurg'ilgan kichik ellarning yezig'i bor ekan. Biz ulug' Mo'ng'ul davlatini quramiz deyotganmiz, yezig'imiz bo'lmasa qandoq bo'ladi? Men hal qila olmayman. Yaraydilar. Rahmat sizlarga. Sizlar Mo'ng'ullarga olamshumul bir cho'ng ishlar qilib beradigan bo'ldilar. Tez chiqsalar. Avval ular bilan sarkardilar. Ondan butun Mo'ng'ul bolalari o'rgansin. Bizning Jurjit, Xanzulardek bir tutash qo'llanadigan yezig'imiz bo'lsa, uning bilan yana to'hpillarimizni xotirlab, kitob qilib qoldiramiz tag'i. To'g'ri. Sizlar menga yana oltin tamig'i bilan qo'shin o'tkazib ishlatadigan yo'lbos boshliq destak, ham muhofizachilar navbat almashgan ishlatadigan tamtak kutib bersizlar. Umuman, yerimdan bir qadamni nari ketmaslar. Bu ishlarga o'zlari ega bo'lsinlar. Xo'p. Qog'onim, ustoz yanlaridan bir qadam nari ketmasa, bizga qanday dars o'tadi? O'chaq sizlar qanday uxlaydilar? Yenimdan bir qadam nari ketmaslar deganimning ma'nosi yaqindan qo'llash, yaqindan moslashish, yaqin turish deganlik. Yenimdan rostli bir qadam nari bo'lmasa qanday bo'ladi? Bu tantak. Yo'qsa qog'onim, sizning har bir eg'iz gaplari Mo'ng'ullar uchun aytganda yasoq ham farmon. Shunga tarafbonlik gap qilsa hargiz bo'lmaydi. Qog'onim! Qog'onim! Qog'onim, jaba qaytib keldi. Qog'onim. Jaba? Qaraganda cho'qim xush xabar kelganda qilsa. Heqirlari aniqladim. Sangumni bultur Naymonlarning bir oqsoqili o'ltirib yetibdi. Xush xabar ekan. Ota-bola to'g'tuga kuchlik, quchar, oltinlarchi. Subutay Chilag'on Jurchadaylar ayrim-ayrim qo'g'lavdi. Lekin Jamuqaning xabarini ib keldim. U nima ekan? Men uni ib keldim. Men uning hayotlik yo'li beringlar demaganmidim. Ajiba, sen farmonimni anglamadingmi? Anglagan. Uni men tutmadim. 5 jadaran tutib, menga o'tkazib berdi.